Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh ideolog. Masalalar bo'yicha o'zini qarashlari bor. Usmoniy xilofotini musulmon deb bilmaydi. Usmoniy xilofotiga qarshi. O'zini tushunchalari bo'yicha davlat qurmoqchi. Anglichalarning quloqlariga yoqqan bu. U kelib ularga taklif qilgan. Taklif ham qanaqa? Sen endi bizga ishlaysan desa ishlamaydi, musulmon odam chunki u ham. O'zini musulmonman deydi. Fikrlari, dunyo qarashlari uchun oldini ochib berishgan. Uni yoniga taxtni xohlagan Muhammad ibn Ismoil ibn Saud oilasini birinchilaridan. Uni yonma-yon qo'yishgan, bularning hamkorligida, bularning tandemi asosida ularga davlat va'da qilingan. Orqanglardami sizlar haq yo'ldasizlar, Qur'oniylar arabcha, payg'ambariylar arab tilida. Nima uchun sizlarni turklar boshqarish kerak? Usmoniy xilofotga nimaga bo'ysunishinglar kerak? Sizlarga davlat qilib beramiz, sizlar shu davlatni olinglar degan. Mana bu ishlarga labbay deyilgan. Bu gaplar o'ta qaynoq gaplar. Saroy mullasi deb bizga qichqirayotgan odamlar aslida saroyning asl mullalari. O'sha saroyning himoyasi uchun gapirayotgan odamlar. Haligi Maturidiylik adashgan deb sekin gapni pisillatib qo'yib, sastib qo'yib bu yoqda chiroyli yuz ko'rinib turganlar o'sha saroyning xizmatchilari. Real gap bu. Men qaysi saroyga xizmat qilyapman? Meni saroyga mutlaqo aloqam yo'q. Men masalan jamiyatlarda mendan islomiy masalalar so'ralsa, saroyning pozitsiyasini o'ylab o'tirmayman. Shariatimni gapiryapgan odamman. Bu haqida qancha boshimga nima kelishligidan qat'iy nazar hali to'xtaganim yo'q. Inshaalloh Robbil alamin bundan keyin ham men diniy masalalarda mutlaqo buyurtmadan tashqari odamligimni isbotlab boraveraman. Dinimni gapiraman, saroyga aloqam yo'q. Nimaga ular bizni saroy mullasi deyapti? Bu haqorat gap go'yo o'zlaricha. Asli o'zlari saroy mullasi. Asli o'zlari saroy mullasi o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhab Saud oilasi bilan kelishib Halij arab o'lkalari, arab jaziralarini qo'lga kiritib olishgandan keyin Usmoniy xilofotiga hujum bo'lganda arablardan hech kim yordam bermagan. Lawrence Arabiya. Bu nomlarni sizlar yozib qo'yinglar, bilib olinglar o'zingizlar uchun. Lawrence 36 yoshida o'lgan bu odam. Angliyaning eng kuchli agentlaridan bo'lgan. Lawrence. Arabistonlik Lawrence kinosi ham bor buni. Agenti bo'lgan. Bu odam aytadi. Istanbuldan Madinaga umuman Usmoniy saltanatni Madina bilan bog'lab turadigan temir yo'l bo'lgan, temir yo'l. O'sha temir yo'l doimiy aloqani ta'minlagan. Ularni nazorat qilish uchun eng to'g'ri yo'l bo'lgan. Shuni portlatgan Lawrence. Portlatganda aloqa uziladi-yu, uzilganda arablarni o'zlarining yo'llariga yo'naltirishgan. Bu yo'qni parchalashlikni birdan hujum qilish iloji yo'q. Sekin parchalab sindirish kerak. O'shanda Lawrence aytadi, "Men deydi, bombani qo'ydim deydi anaqaga. Temir yo'lga. Qo'yganimda deydi, menga arablar yordam berdi deydi. Men ularni qon tomirini uzyapman, qon tomirini uzishiga menga yordam beryapti deydi. Ba'zi arablar deydi, bu yerda portlatmaylik, nariroqda portlataylik. Nimaga? Meni qo'ylarim, tuyalarim cho'chiydi, ularga ta'sir qiladi deydi. Qo'yini tuyasini o'ylab yuribdi. Butun boshli davlatini sindiryapman deydi. Bular shunaqa vaziyatda deydi. Lawrence arab tilini arabdan yaxshi bilgan. Arablarning ichida katta bo'lgan odam. Hozir Jiddada buni muzeyi bor. Ofisini muzey qilib qo'yishgan Jiddada. Xadicha onamizning uyi buzilgan. Xadicha onamizning uyi yo'q. Lawrence'ning uyi turibdi hozir muzey. Ziyoratgoh. Bu gaplar real gaplar. Gertrude Bell. Buni ham yozib qo'yinglar. Gertrude Bell. Gertrude Bell. Lawrence'ni tutingan onasi. Turmush qurmagan, farzand ko'rmagan, Lawrence'ni boshqargan xotin bu.
Oksfordni eng birinchi bitirgan ayol. Bizni til bilan aytganda qizil diplomga bitirgan. Arxeolog bo'lgan, o'zi asli. Sohasi arxeolog. Arxeologiya sohasi bo'yicha arab o'lkalariga bordim deb eng katta siyosiy o'yinlar yuklatilgan inson. Bu Usmoniy xilofotiga muqobil o'laroq Husayn Sharif degan odamni topishgan. Bu odam falastinlik odam, sayyidlardan, sayyid degani payg'ambar avlodidan. Payg'ambar avlodidan san xalifa bo'lishga sen haqlisan deb buni ichkaridan parchalash usullaridan bu. Unga ham berishmaydi-da, asosiy kuchdan chalg'itish uchun bunga yo'naltirishga harakat qilishgan. Bu bechora quloq solgan bularga, o'zi bilgan bilmagan holda. Keyin vaziyatni noto'g'riligini bilib, ming afsuslar bilan bir chekkada halok bo'lgan. Hech narsaga aralashmay qolgan. Husayn Sharifning o'g'li bor, Faysal degan. Faysalga Gertruda Bell Suriyani va'da qilgan. Xalish tayyor bo'ldi. Xalishni hali aytganimizdek Saud oilasiga va'da qilingan. Suriyani Faysalga va'da qilingan. Sen degan Suriyaga qirol bo'lasan, orqangda biz turamiz. Qirol bo'lgan. Bitta xotin musulmonlarning ichidagi katta saltanatni ichidan jigarini sug'urib olyapti. Bir tomondan bitta qo'lini kesib olyapti, bir tomondan oyog'ini kesib olyapti bitta xotin. Navoni ideologiyani orqasida turishni amalga oshirishni ko'ryapsizmi? Bunda haligi aytganimiz zehn kontrolini amalga oshirishyapti. Suriya xalqi Faysalni qabul qilmaydi. Suriya xalqi Faysalni qabul qilmaydi, oyoqlanishadi, ya'ni inqilob bo'ladi, ag'darib olishadi. Zo'rg'a qochib keladi. Qochib kelganda Gertruda Bell Faysalga aytadi, "Xotirjam bo'l, senga alohida davlat qilib beramiz" deydi. Keyin Iroqning chegaralarini chizadi. Hozirgi Iroqning chegaralari, Iroq davlatining chegaralarini Gertruda Bell chizgan. Musulmonlarning yerlarini, chegarasini kim chizyapti? Shu musulmonlarni qonini ichayotgan odamlar chizyapti. O'zi qahva ichib o'tirib dadasiga xat yozgan. Dada degan, bugun juda ham Lubnonda o'tirib yozgan menimcha, adashmasam. Bugun arab havosi juda ajoyib. Qumni ovozini eshitib o'tiribman, qahva ichib o'tiribman va Iroq degan davlatni chizib o'tiribman kartada degan. Xotin kishi o'tirib stolda davlatlarni bo'lyapti. Karta chizib davlat e'lon qilyapti. Iroqni davlat deb e'lon qilib, Faysalni Iroqqa podshoh qilib saylagan, qirol qilib. Faysal Gertruda Bellni Ummul Mu'minin deb e'lon qilgan. Mo'minlarning onasi deb. Shok informatsiyalar bular. Aytilmayotgan hozir. Men bu gaplarni gapirib bordim, bilmayman. Meni Saudiyaga qabul qiladimi yo'q bilmayman endi. Chunki ba'zi masalalarni gapirganmiz, Turkiyaga borsak bizga tahdid kodi qo'yib qo'yibdi. J141. Va tahdid kodi oddiy kod emas u. Borsangiz shundoqqina qabul qilinadigan kod emas. Anqaradan kelgan baqallik kodi. Men siyosat haqida gapirganim balki. Ularni o'sha ba'zi masalalarni ochganimdir balki, uni bilmaymiz, lekin umidimiz bor, noto'g'ri informatsiya bilan bu ishni qilishgan. Asli Turkiya, asli meni yurtim. Meni ota-bobolarim borib bu Turkiyani kashf qilgan. To'g'rimi? Vizantiyani yeri edi u. Shu Xorazmdan ketgan, Turkistondan ketgan bizda ota-bobolarimiz, Sulaymon shohlar borib olgan o'tdi. Meni o'zimni yurtimga kirgizmaslik to'g'ri emas, adolatsizlik u. Biroz chekinish bilan gapiryapman, lekin bu og'ir masalalar edi. Bu og'ir masalalardan keyin Usmoniy xilofotiga qurolli kuch bilan kelib, to'g'ridan to'g'ri taxtida o'tirgan Abdulhamid xonga xat olib kelgan. Kim olib kelgan xatni? Emmanuel Carasso degan odam olib kelgan. Carasso Abdulhamid xonga xatni berib, sizni turk xalqi saltanatda xohlamayapti degan. Deganda Abdulhamid xon aytganki, agar meni turk xalqi saltanatda o'tirishimni xohlamagan deydi, bu xatni menga bir yahudiy bermasdi degan. Meni xohlamayotgan sizlar degan. Sizlar xohlamayapsizlar degan va taxtdan tushgan. Surgunda ketgan, surgunda yashagan. Salonikdami, qayerdadir yashadi.